Dünyaya dağlıq bu kəşfiyyatçını qoğdamakçı boğunuz üçün intayın xoşal boluvatdiman. Doktor köp keşif qilgan mayxur bakteriya muhit bulg'unish masalasini hal qilishdagi bir bosish bo'ldi. O degan biologiya sohasidagi talant egasi. Biroz uning bilimini o'g'irlamoqchimikin? Ehtimol, chunki bu kashfiyotni patent huquqi necha milliard dollar qimmatida ekan. Amerika Dengiz okean komiteti bizni taklif qildi. Ular doktorni o'zlarining xayr-saxovat marosimida so'zlatish uchun taklif qilgan ekan. Hayajonlanyapman. Bu talant egasi qayerda ekan? Kechikib kelamdi nima? U o'ltirgan paraxod 10 minut ilgari yetib kelish kerak edi. Hey! Yaxshimisizlar? Mashhur amalli qo'g'dig'ichi do'stlar. Siz butun musofirni mashinada bosdingizmi? Shundaq. Kechikib qoldim. Bir oqlag'in ayiga shulib ilishtirdi. Xatir o'pqasin. Men. Lahanat ishgan-ku. Rahmat doktor. Meni Banserdan. Hammanglar shundoq chaqiringlar. Banser. Men Kay nomingizni anglagan. Mashhur mayxur bakteriya mushuni ichidimi? Shundaq. Kichik bolalarga ko'rsatib qo'ymoqchiman. Başlangıçning 7-yilligida vabo mikrobining modelini yasagan edim. Yana kelib fan texnika ko'rgazmasi mukofotga erishgan. Shundan keyin undaq faoliyatlarga qatnashmoqmadim. Wow! Biz seni San Gabriel turmisiga yetkaymiz. Stok, u yerda nurg'un do'st tepib olasan. Lazım yo'q. Dumya, qimirma. Dumya. Qamlashgan kelsa, biroq urmasan bo'lmaydi. Birdam o'yini qilib qo'ysangchi. Mashinada besh qaydi ekan. Siz degan narsalarning hammasini tayyor qildik. Alvasti 99-ni setib olish uchun tepib qo'ydik. Elqi doktorni topdinglarmi? Amalli qo'g'dig'ichi Jack atagan uning bilan ko'rishibdi. Ishonchingiz bormi? 2 qatam qo'lga tushib qoldingiz. Menda gumonlanma. Biz Alvastini qo'lga tushira olamiz. Mashhur amalli qo'g'dig'ichi shuning bilan menga g'oyib bo'ladi. Güzel hem batır bir ironiyasi go'yo osmondan tushgandeklar paydo bo'lib, Los Angeles amalli qo'g'dash shirkatidagi chivar ham qovullardan tashkil topgan munavvarlar guruhisini boshlab, eng xatarlik amalli qo'g'dash vazifalarini kayni-kaynidan g'alaba tamomlamoqda.
tang belbağlıq tortaloni, kayna, partılış kullanması. Bu ne giyna? Ölümden kurtuluş mahareti. Daşanın, merdiyan tabi arşını. Perverdigar, ben kutuptu, ben işki paçaksız bilet, işki ayna aldığı musabıqa katlaşkan idim. Perverdigarım, ben kalbi kıptı ben. Perverdigarım tam kıras bilen Nikolay şehrin aynı şöhret ötküzgen. Uya kalkıs feyziyacım o. Ben mi ağlagan? Tabiat qoynağı barsız. Televizor, telefon degandek elektrik esbablar yok. Uya obdancay, lay bilen davalınış kölçigi, tepekir urgutuşxanısı ba, ruhni uygutuşlik serler sözlündü. Yani haqiqi indian sana mıntısı ba. Daşa, sizge tulumu maskeladı, bildi baraylı. Barmayman. Boptu, Rambonu ilip baray. Qarğandı yaman emaskan o. Biletni qandaq tapdınız? Öysetiş elanını yoki unuğa o'xshash elanlarni andim. Şunun bilan ular menga haqsiz bilet sovg'a qilibdi. Men yaridi. Ba'zilar bizning xizmatimiz borligini unutib qolgan o'xshaydi. To'g'ri. Heliqi dengiz okean muhitini qo'g'dug'uchi doktorga hamroh bo'laymi yoki haqsiz arshonga tushib kelaymi? Besim ig'irlab ketdi. Panseri bizning xaridorimiz. O kashf qilgan narsa bek muhim. Uni qo'g'dishimiz kerak. Sizda ozroq bo'lsa-mu mas'uliyat tuyg'usi bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Siz operatsiya qildirsangiz yaxshi bo'ladi. Operatsiya? İşinizga tikani ilvasiz ekan deyman. Perverdigar, buni qaranglar. Bizning qadinas do'stimiz Dinas doktor texi boylab turmidim qechibdi. Bu qanday gap? Yana shu mikan? Ma'lum shahar darajalik turma jinoyatchini yo'qib ketayotganda. O yana shundaq chiroyli turibdi. Hozircha ichki turmush sohasida hayotda xatar yo'q. Biz bu haqda davomli xabar beramiz. U o'lgan jonni tirildiramdi nima? Avval portlagan mashinadan qechib ketdi. Buni izlab o'tabsiz. O'q chiqasan bo'ladi. Eng yaxshi mashinadan tush. Sen qanchilgan bombalarni boshqacha yutkigan. Odam oldimi? Andan keyin u yana Vilning qatoridan qechib ketdi. Nima ish qilmay oldaysiz? Bekas chikansiz. Ne turmusan oyoq qo'ymayman Juma. Siz ayol olimlarning yuzini ko'rdingiz. Ayol olimlarning emas, barliq olimlarning yuzini ko'rdim. Andan keyin u temir panjaraning keyindagi turmushini boshladi. Vaqt to'shdi, chiroqni o'chiringlar. Yaxshi tush ko'ring. Yaxshi tush ko'ring Anjel. O ayol olimning kallasida azad nim bor? Bizga chepilayversa yana nasib bosadi. Yana avorchilik bada qiladi. Beshina Shatxoram oilasi. Meshin, narsa keraklaringizni yig'ishtiring. Sayohatga boramiz. Panser gen ersiti tajribasida mayxo'r bakteriyani o'stirgan. U bakteriyani DNA parchalash katalizator doğrusu qo'shib, uning unumini o'stirmoqchi bo'lganda, o'yilmagan yerdan alvasi 99 hosil bo'lib qolgan. Bu kompyuter tartibi uning qudratiga tahlil qilingan. U suv bilan uchrashsa, dengizdagi barliq jonliqlarni eritadi. Ular laylatqiga aylanib ketadi, dengizda qatnash to'xtaydi. Beliqchilar vayron bo'ladi. Alvas 99 bir necha soatlar bir davlatni palachalga tushira oladi. Setivag'uchi xushal bo'lib ketgidek. Mana uningga topshirsak, deyishgan pul bizning bank hisob nomerimizga tushadi. Katalizorisi bilan bakteriyani qo'lga tushirsak ishlab chiqara olamiz. Vel Banserni qo'davatidi. Bu ish tezga tusham ekan. Vel Ironis uzun mezgillik damlashib ketdi. O'zim o'rlashtirdim. Ilgiriki mag'lubiyatlarimda saboqlarni yakunladim. Zo'ravonlik aqmisa, aqlni ishq sog'liq. Mening yordamchim Velga o'xshaydigan odamni izlayotgani xeyli bo'ldi. Yana kelib natijasimi chiqdi. Gem as, saqchi bo'lgan, para og'alikdan saqchi idorasidan haydalgan. Qiyofasini o'zgartib yurish uning aloyidligi. Bu uning 16 soatni oldin tortilgan so'rdi. Hayron qoldim. Uning chechining rangidan boshqalari bo'pmi o'xshashgan. Men kompyuterdan Vel Ironisning kiyim-kechigini egilladim. Doim kiydigan kiyim 16 xil ekan. Bu kiyimlarni 8762 xil guruhlashga bo'ladi ekan. Biz hammani o'xshatib yasab chiqdik. Nurg'un chiqim bo'pti-da. Xotirjam bo'l. Uni Velga o'xshatish uchun chiqimdan qo'rqmaymiz. Qoldiz. Hayron bo'lib turavermay. Mau adres bo'yicha uni tepgan.
Bu harakat odamni dengiz iqimiga moslashtirib, sezgirlikni oshirdi, ha? Ishlab boqamsiz. Ma'qul. Qaltisqo. Bak yaxshi bo'ldi. Qaltiskasiz. Dengiz okeandan to'kib kelyapti. Buni bırak. Oo. Ayting, siz mashhur amallik qo'g'dug'ichilardimmi? Men Dasha Depis oliy darajali xodim. Siz kim? Yohan Paulo, men Mitchell, sistema guruhining ijroiya bosh mudiri. Velbam. U muavin prezidentning yoniga alohida vazifa tashkil etdi. Oh, afsus. Dunyodagi birinchi darajalik muhofizatchini bir ko'rgim bor edi. Tushundim. U bo'lmasa bizning turmushimiz boshqacha bo'lib qoladi ekan. Nikotin nerini zaharlaydi. Buning nima keragi bor? Bu sizning men bilan hamkorlashish iqtidoringizning boy yo'qligini aniqlaydigan sinoq. Siz pul bergandan keyin relisda yotdiysizmi yotamanda? Boshlavering kashfiyotchi maxluq. Navbat siz masjid olmoqchi bo'lsangiz. Nima? Mash degan purchaqning bir turi. Purchaq deysizlar bo'lmadimi? Xalit so'zlar bilan meni ko'ldirlatma. Amsa boshqasini dey. Siz restoranga kirganda Men azaldan restoranga kirmayman. Bu yerga narsa ichimda erishdim. misol keltirib davatman. Gem, maslash bering, men gapim davolay. Restoranda o'ltirganingizda yandagi usteldagi birisi to'satdilar, qayqilib ketdi deylik, shu chaqda qanday qilasiz? Darhol nerga ketaman? Uning ustimga qus etishni xohlamayman. Mashina haydab ketayotganda yo'lda mashinasining chaqi itilib ketgan bir mo'may sizdan yordam so'radi. Qanday qilasiz? O'tib ketaman. Uni kim mashina etsin debdi. Apangiz to'g'ri so'zlab bersangiz. Apam to'g'rimi? Shundaq, anglasam 5 yosh vaqtingizda ketib ekan-ku. Nima? Oilanglarda ozroq masala bormi nima? Ma'qul. Apam sarang edi, menmi shu? Biz hamkorlashqudakmiz. Biroq, vel mashqni boshlashdan ilgari kiyimingizni yukab keling. Qara, avayda qiqilib ketdi. Unga yordam qilaylik. Yo'q, u qusib etishi mumkin. Meshin u yordamga muhtoj, bo'lmasa qolmaydi. Jiddiylashmang apandi, sizga yordam qilamiz. Og'zingizni yeching, yondirib eting. Bu mutlaq to'g'ri usul. Yondiring, yondiring. To'xtang, Vel. U qiqilib ketmabdi. Mening zahir keslam bor. Kechiring, boshqa g'arzimiz yo'q. Hech qisi yo'q, o'ngshadi, hech qisi yo'q. Biroq esingizda bo'lsin, bir nima yeganda yumshoq chaynab asta yutdim. Uni topdim. Yaxshi bo'pti, ularga qaytib kelmisin. Qarang, dunyodagi birinchi darajalik muhofizachiga o'xshabdimanmi? Hech kim sezmagidek. Mendan boshqa. Ma'u bir nimani lozim bo'lgandek kiyay. Mening planim intayin puxta bo'pti. Hech kim sezib olmaydi. Ko'tiraylik. Mashhur amalli qo'g'duvchilarning qiyomat kuni uchun ko'tiraylik. Karamat bo'lgandek.
Hey, Dasha Mavin prezident Vilni qat'iy maxfiy bir vazifani ijro qilishga taklif qildi deydi, japaliqda, ha? Nima? Oh, to'g'ri. Shundaq. Albatta, Samtaga chaqirgan degan cho'qim bor edi-da. Yordam qilganingizga rahmat. Atga dengiz o'qigan tansidan keyin mushna bilan Paudini universitetiga berib nutq so'zlayman. Mashinam bilan olib qo'yay. Yo'q, rahmat. Avani bulg'aygan narsaga o'ltirmayman. Men dengiz qamroqqa. Uni qash ko'z joydi ekan, ha? Hay. Bo'yninglar uzilib ketmasin yana. Amroq narsangizni ilib oling. Bosh tapqa boraylik. Ko'zingiz olg'ayib qolmasin yana. Fel bo'lmasa bizning ishlarimiz texmo obdan yurishir ekan. E'tirof qilmay bo'lmaydi. Rost deysiz. Agar vel bo'lsa, bu yana boshqadan kiyimiga moslashtirib bezab chiqadi. Har 5 minutda bir qatim dam oladi, yana uyga puraqliq sham yoqadi. Men azroq seg'inyapman. Men seg'inmadim. Mana buni haqiqiy xizmat deymiz. Bugungi ismidan o'ngishliq bo'lmaydigan bo'ldi. Alvas 99 ning katalizlash dorisi qayerda? Alvas 99. Gapingizni tushunmadim. Deb bersanglar, o'q chiqamayman. To'nlatquda. Jiddiylashma. Bor ekan. Men o'q chiqamayman degan-ku. Bu Alvasning yerimi. Endi Bansirni izlaymiz. Su qo'shamsizlar. Ajab yaxshi, biz xuddi ultradolqinli o'choqchimizdek bo'lyapmiz. Aldirmay ishchinglar, merdian sizlarni mehmon qilmoqchi. Rahmat. Eng yaxshi do'stlar uchun eng go'zal joyda hamma narsa haqsiz bo'ladi ekan. Nima qo'rqinchli bo'ldi ishma. Zad nima bo'ldi? Birsi bu stakandagini ichibdi. Ammo men emas, labsurqa o'xshamayapti. Yo'q. Hay! Xon qiz, bu stakanlar ochiq boshqa bir nakir bering. Stakanlar paskin ekan. Eg'iz tegmagan akilan. Nima bo'ldi ekan? Parvo qilmay ketib qoldi. Xizmat almashtirg'isi bor o'xshamamdi. Arz qilmasam. Unutib qoldim. Telefon yo'q. Nima bo'ldi, Vel? Ko'nglim to'yib turyapti. Ayolda chatoq bormi qandaq? Bir yati ko'ygandek qildi. Dasha bepis burun alaydi xodim bo'lgan. Xanjarvozlik usta. Maxfiy razvedchik bo'lgan. Tikuvchar aylash pravasi bor. Ijtimoiy aloqa yuna bo'lgan. Negi Franka? Portlatish mutaxassisi. Portlatish to'g'risini tadqiq qilish qamroq. Bu ablahni qo'lga olsa bo'lgandek. Parvardigar, nimancha nozik. Chilish mayri, qo'rqib qolmayman. Ma'uning turqili so'likan shu. Kelgusi xizmatdoshlaringiz bilan tanishib oling. Qiziq. Mushu odamlarni ish qilish uchun men ko'p ajr sondirganda. To'g'ri, u degan dunyodagi birinchi darajali muhofizachi tursa. Men mashhur amonliq qo'g'riqchilar to'g'risidagi asarni o'qib yetib, Vil bilan Dashaning ziddiy borligini bayqagan edim. Foydalansam bo'lgandek. Siz kechich ko'dingiz, endi aram eling, sirtqa chiqib men bir qut qahva aklib bering. O'zingiz bering. Alvas kataliz dorisining tajribasini tugutamadim. Mening mashinamni bering. U ketdi. Qobiliyatingiz nimoqchi? Qani bil eronimiz bo'lishga loyiq kelamsiz yo'q? Ko'rib boqing.
Elvida qora. Elvida mashina. Elvida ablah. Banan qahvasi qo'shilmagan sizdan amriq. Zodi nimalarni o'ylaydigansiz? Qo'l ostingizdagi odamingiz agishib oldi. Men tashlab etdim shu. Üzül kesil paq-paqizdan. Nima bo'ldi? Belning maxfiy quroli raqibini ahmoq qilish, raqibiga tizib qo'yilgan qo'ychoqda ko'rinish. Agar adi ularning yeniga berib bayiqida qilsangiz, sizning saxt ekanligingizni hammasi bilib olmamdi. Xafa bo'lmang. Endi hang vaqti bo'lib olay. Mag'lub bo'ldingiz. Uni adablab qo'ying. To'xtang, oyog'imni silib etay. Endi meni uradigan bo'lsangiz, jiningizni olaman. Rozi bo'lgansiz? Bo'ldi. Bu tariximizdan bu yanqi eng o'ngishli bir qatimligi bo'ldi. Chunki elishtiradigan odam yo'q. O'ylamagan bo'g'aydingiz? Bel, tezlik qaytib kelibsiz-ku. Menga yoqmadi. Nima? Kaliforniyadagi eng go'zal joyni haqsiz sayohat qildirish sizga yoqmadimi? Xato anglamagandim. 3 qatim ruhni uyg'otish leksiyasini anglab qaytib keldim. Voy ist. Yana bir gap. Haqiqiy indian sammasiga tushib yetib shuni his qildimki, xizmatdan ayrilib ketgim yaxshi bo'lmabdi. Xijillik his qilib darhol qaytib keldim. Qaytib kelganingizmi bo'pti? Bansir apandi bilan John Paulo apandilarning siz bilan ko'rishkisi bor ekan. Uxtim, sizga sovg'at beray Dasha. Sanlarni uyini vetib, bizning tugamas taqalli ishlarimizni eslab qoldim. Endi bo'ldi qilaylik. Mangulik inoq do'stlarim bo'lib qolaylik. Rahmat ber. Bu uchar xanjar shaklida soqilibdi-ku. Sap ko'mish. Mening mana shunday bir jup pichig'im bor edi, Men qiz axborot idarasida. Balkim. Rahmat ber. Xushal bo'lishingizni biladim. Doktor Bansir qani? U bosh shtabda bugun kechki nutq tayyorlik qilyapti. Ma'qul. Mashhur amonlik qo'g'dovchilarning doisi bo'lib subti bilan meni xaridorlarimizga qo'g'dash mas'uliyati bor. Shtabga boray. Xo'sh. U g'alati bo'lib qopti. Ruhini sagit emasmi? Foydasi bo'lgan o'xshaydi. Yaxshi, nafas, kun bo'yi qilalig'idakman. Bo'lamadim. Men xarob qilay dedim. Yoy shaklda turinglar. Chidab turinglar. So'zilinglar. Cho'nqur nafas olinglar. Buni men ko'rgan. Dasha irishqanda mushini ishiltatdi. Nima ha u? Chataq bo'ldi. Parvardigar. U yel miltig'ida bizni otmoqchi ekanda. Hechib ko'z kichik nima ekan, tapanaqa bermgan shunda qilam deya. Yo'q, men uni tunib qoldim. Anjel Dinastukning yordamchisi. Tez qochaylik. Hiyliq yer sharni vayron qilmoqchi bo'lgan Saran olim Dinar doktor degan shumi. Shunda u yaqinda turmada qochibdi. Amiz qanday qilamiz? Bilmayman. Dashani topaylik. Tez bo'lmasa. Tez bo'laylik, tez. U kelyapti-da. Tez. Öldümü? Ölüp tamam.
Yo'q, o'shidan ketibdi. Qanday qilamiz? O'sha yerda tursangiz teringizga foydasi bor. Bizga rahmat-da. Bizga rahmat-da. Buzuq, xo'sh. Vel, qaytib kelsiz. Qarshi olaman. Haqiqiy indian sanasi qanday bo'ladi ekan? Bek yaxshi ekan. Xaridorimiz qani? O yoqda. U keshdiki nutq tayyorlab qilyapti. Onunğa gapim bor. Yo'q. Vel. Pansir, boshqalar daxl qilmasin degan edi. Kay. Öy hayvini zirekçaqni o'ngishimisingiz, tor punkti vayron bo'ladi, juma. Parvardigor. Hali tish qo'pi. Men Velning egiz boshliq oyoqda butun qayrib olganligini ko'rib baxmagan. Xap to'xta. Birdan keyin advonni bermisan. Ko'zingizni oching. Hay, Vel Irones, yaxshimisiz? Alohida vazifani qanaqaroq o'rinladingiz? Qaltis paydi. Bakteriyangiz qayerda? Nega saqlab beryapti? Men saqlashim kerak. Nimishqa? Bo'ldi. Yo'lga chiqaylik. Jon, men xaridorimiz bilan muhim ish to'g'riliq so'zlashyapman. Bo'ptamsa, saqlab turay. Alvostini bilaman. Parvardigor. Qanday bildingiz? Men Vel Ironis. Birinchi darajalik muhofizachi tursam, men bilmaydigan ish bormi? Uni biz o'zimizmi uqmayla hosil qilib qo'yib ekanmiz. Qasdan qilmadik. Biroq anglasam ba'zilar bakteriyangizni o'g'irlab, Alvosti 99 ni yasab, qorong'u bozorda sotmoqchi bo'pti. Undaqda bek chataq bo'g'idek. Bo'ptamsa, negidan bakteriyani elbilib, dengiz okean tangsixonsida sizga topshiray. Boshqalarga aytma. Ularni qo'rqitmaylik. Yaxshimisiz, Bansir? Vel. Sizga topshirsam xotirjam bo'laman. Amaliyada yomon odamlar bo'lishi mumkin. Ansir, men hech ish bo'lmaydi. Men degan dunyodagi birinchi darajalik muhofizachi. Tez bo'ling, nima sizga keldi? Kovik munbarning yerida sizni saqlayapti. Jon, endi bizga daxl qilma. Kechiring. Xalqingiz bek chiroyli ekan. Rahmat. Men mundaq yig'inlarga o'sh, sal turib qarg'a etish mashqi qilaylik-chi. Jenim bilan. Obdan do'stim. U boshqacha bo'lib qopti. Shundaq. Boshda men hayronlik ichida xo'shal bo'lgan edim, biroq hozir ansirab qelyapman. Hay Vel, sizni kamamdikin deb edim, kelishingizni o'ylamabdim. To'g'ri, men ilgirib keldim. Men avatgan chash asrash suyuqligini ishlatdingizmi? Chashlaringiz ilgirgidek siliq emas bu. Shaharda bulg'inish ig'ir tursa. Bizda bulg'inishdan saqlanish to'g'risi bor. Texnik yangi bozorga selindi. Sizga bir yurish avat bering. Ma'qul. Chechimni tutma. Bezor qil. Xato gap qilib qo'ydimmi? Vel bugun ilgirgiga o'xshamayli qopdi-ku. Kechiringlar. Mashhur amalliq saqlovchilarni ko'rdinglarmi? Muhim ishim bor edi. Vel Irones. Jon Paulo, sizdan chash asrash mahsulotlaringizni bek yaxshi ko'raman. Shirkatingizdan bir ekskursiya qilg'im bor. Ko'ks purab tursa kerak. Sizdan chashlaringiz bek yaxshi-ku. Albatta, siz avatgan chash asrash suyuqligini ishlatdim emasmi? Bek yaxshi ekan. Nima bo'ldi? Chechimda kepak bormi ekan? Yaqindan beri dam olishim yaxshi bo'lmadi. Vel, bu yerda sizdan ishkisi bormi, nima? Harakatim ko'p bo'lib ketgan. Chaqchaqimidim. Texi elala, chechi nachar birisi o'tib ketgan. Parvardigor, cho'qim birisi meni siyoqimga kiryapti. O cho'qim yilqi Dinaning ishi. Bu Alvosti 99 dan qolgan yerimi? Mashhur amalli qo'g'dug'ishlar oldim qaptida. Shundaq, heliqi dasha atrofimda poypita ko'p ketdi. Ular bek yiqilishib ketdim.
Bakteriya qo'limizga tushdi. Mashhur amalli qo'g'dug'ichilarning mavjud bo'lib turish zaruriyati qolmadi. Dasha, Bansir, Xudoga shukr. Sizlarni izlab hammani qizivatdim. Man qarang vel, chaqchaq qilyapsiz. Siz menga qo'l berib qarg'a etish mashq qilaylik dedingiz-ku. Texi biz degan obdan do'stladim degan. Dasha, men hozir kelgan tursam, qardab ketganimni ko'mdingizmi? Parvardigor, cho'qim uni ko'ribsizlar. Kimni? Dinastok ivatdan yolg'on velni. Sizlar mening siyoqimga kirib olgan kazobga olinib qapsizlar. Vel, ilishtirmisingizchi? Dasha, olinib qapsiz. Yil qayaqsiz bilatda menga dina ivatib ekan. U yana 10 yilni yenimizga ivatib mishin ikkimizni qaslab o'ldirmoqchi bo'ldi. Ondan keyin bir yolg'on velni yasab sizlarni oldiqli ivatibdi. Xalqingizni kim berdi? O'zingiz sovg'a qildingiz-ku. Mushundaq eski bir nimani sovg'a qilam deganman. Dasha, o sizni aldabdi. Ulug' Dasha deysiz. Jazo lageridan qechib chiqqan son-sanoqsiz jinoyatchilarni mag'lub qilgan turuqliq bir eski halqiga olinibsiz-da. Bo'ldi qiling. Ma'qul do'stim. Parvardigor. Yiliqi yolg'on vel mening bakteriyamni ep ketgan. Chatoq bo'ldi. Nim bo'ldi? Mening bakteriyam DNA katalizash dorisi bilan birlashtirilsa, alvasi 99 bir xil jon oluvchi bakteriya hosil qiladi. Men anglagan, dengiz okeanlarni latqaga aylantirib etilgan-ku. Biokimiya quroli yasash dinaning tipik usuli. Balduroq desangiz bo'lmamdi. Yolg'on vel etma degan. Helim yaxshi kay qutining ichiga iz qo'g'lash asbobi sab qo'yib ekan. Bir tamchi qaboatlik alvasining dengiz suyidagi hududini ko'rib baqaylik. Unumi yaxshi ekan, obdan setilgandek. Kay, mush yana degan. Yiliq sarog'ini topaylik. To'g'ri, sizlar dinaga taqobil turinglar. Yolg'on velni men qo'yib beringlar. Vel, siz musharriq qilib qoling. Yo'q, uni o'z qo'lim bilan jayrib etaman. Bu mening Sirtda odam kelish kerak. Bo'pti. Ammo uni qochirib qo'ymanglar. Razı bo'ldingizmi, Krois? Xaridorlarim rozi bo'ldi. Xaridorimiz? Hey, yana ko'rishib qoldik-ku doktor Dina. Hay, Dasha, tez keting do'stim. Bo'ldi, qil Dina. Sen yana turmoq qaytadigan bo'lding. Unisini atayin. Hey, to'xta. Ne qaçsan? O'ynag'ing yo'qmi? Sen 3-chi qitimda mal qilamading. Yana mag'lub. Qanday qilmoqchisiz? Otamsiz? Yo'q. Unutma. Hey, naynak şivem savcı. Ay. Bo'ldi, bas. Ayol kishinize. Parvardigor. Iloh ko'z buyam chiqan o. Qurol ilib olishim kerak edi. Ay, bu muborak. Hay, betbeshira. To'g'ri, seni dedim. Men qara. Ulug' vel ironskazan. Hatto kiyimini o'xshash kiyapsan-da. Nima degan nomussizlik bu? Sen badal to'laysan. Sugrashga bek yurishdim. Elimni tayyorlik qilib ketdim. Cho'qim tutib olaman. To'xta! To'xta! Tasimi bir. Tezroq maqsadchi. Bo'ldi, qochma. To'xta deyman. Astroq. To'xta! Qochma. Seni tutib olaman. Astroq menga. Egiz boshliq oyoq bilan yugurishni o'qimaysan. Uni tajriba kerak. U katsa. To'xta! To'xta deyman.
ishongim kelmayotdi. Ular qandaqlar chaqadalishib qolganda biz qilcha o'xshamaydi ekanmiz. Sen mendan semiskansan. Ochchig'im kelmisin, Juma. Qazzat. Ochchig'im keldigan bo'lsa, ishing chataq. Bu tashaning kunligi cho'qim bosadigan yeri bo'lishi kerak. Kasapni yengib oldi. Mag'lubiyatga tan berishni qachon o'rganasiz? Wayne, Do'stim, men Vel. yolg'on Velni ko'rdingizmi? Kunligingiz bilan urib rasvosini chiqarib Biroq urib bo'lmasdilla u qechib ketdi. Uni saqchilar tutdi. Natayin, u sarang bo'lib qoldi. Menimcha u Bansirni izlab ketdimikin? Men hiliqi saxta Velni cho'qim tutaman. Bu yerimi yo'q ekan. Ey, Vel, Kovik Bansirni tepibdi. O saqsalayman. Yolg'on Velning sayısim ko'rinmaydi bu. Hammamiz izdiq. O'lgur. Amsa advini keyin beraylik. Bo'lmaydi. Men uning o'sh. Shundaqmi? Qarasam bo'ladigandek qiladi. Men uni oz-to'la yoqtirib qoldim. Rasmi? Qiziq gap-ku bu. Dasha sirdishini tepdi-da, u kalvala. Ish bo'lmaganda sen tepib ol. Velni nima qilding? Hech nima qilmadim. O'zi bir kunlikni ilib men bilan ilishib etib, Rojistova artisiga osadigan narsalar qashlangan sanduqqa tushib ketdi. Mashhur amonlik qo'g'diqchilar. Alvida. Vel, hali qilib. Chataq, mumkin emas. Yolg'on Vel, bizni qo'ymoqtirib qo'ymisin yana. Siz so'zda ochib qoldingizmi nima? Mushina maqchimsan, kelib olmamsan. Alvas 99 mi? Dengiz okeanni latqa aylantirib yetadi. Yo'q. 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 Men Yasharni qutqizaman. Yasharni qutqizaman. Yo'q. Ben Dasha, hammasi tal bo'ldi. Rahmat. Velni ko'rdingizmi? U men bilan musharik ko'rishmoqchi bo'lgan. Yo'q, ko'rmadi. Dasha deymiz. Men sizning eng yaqin do'stingiz. Sizni bekmi sevdim. Bizga birga pichoq o'yin tushkunpisini o'rganish fursati bo'lmadi. Dasha, ne ko'rsiz? Bu yoqqa men. Tarda oqsida turgan. Men o'pdan qara. G'alati ish qil bu. Zada nima bo'ldi? Buni Kovik bayqabdi ekan. Meni shunday qilishga buyurdi. Bak qiziq bo'ldi-da, ha? Men chiqib ishimni qilay. Sizga bir sovg'a beray. Ichingga. Tez bo'ling. Qara. Avstraliya xristali. Rossiya yolg'on Velni farq etishingizga yordam berdi. Yolg'on Velning oldam xaltasiga tushmaysiz. Uningdan tashqari sizning qara ham so'zli rangli kiyimlaringizga mos keladi. Rahmat Vel. Yerimda saqlayman. Siz yolg'on Velni Rotsveldan bekrak yaxshi ko'rasiz, to'g'rimi? Yo'q. Dasha rasmi.